Bismillahirrohmanirrohim. Inayatullohi bil fatati solihati. Soliha qizga bo'lgan Allohning g'amxo'rligi e'tibori. Va kanat fi kafalati sayyidina Zakariya limakanatiha minhu. Va Maryam onamizni Zakariya alayhisalomning huzurida o'rni bo'lganligi uchun sayyidimiz Zakariya alayhisalomning qaramog'ida edi. Ya'ni Maryam onamiz Zakariya alayhisalomning qaramog'ida edi. Maryam onamizni Zakariya alayhisalomning huzurida o'rni bo'lganligi uchun. Va fi riayatillahi ta'ala va Alloh taolani rioyasida, ya'ni kuzatuvida edi. فكان الله يكرمها بالأثمار والفواكه في غير أوانها وفي غير مكانها. والله تعالى o'z vaqtida bo'lmagan va o'z joyida bo'lmagan mevalar va hosillar bilan ikrom qilar edi, berar edi, rizq qilib berar edi. Ya'ni Alloh taolo shunaqa mevalar berardi, u joylarda o'smaydi. Misol uchun Shom diyorlarida bu bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu Quddus atrofida yashagan bo'lsa bular, u yerda o'smaydigan noyob mevalarni beradi. Misol uchun aytaylikki, mango, vallohu alam u taraflarda o'smadi, lekin o'sha yoki avokado bo'lsin, yoki boshqa ajdarho mevalar bor, antiqa mana janub taraflarda o'saydigan mevalar, o'shanaqalar berardi. Misol uchun ananas odatda unaqa joyda o'smaydi, yoki bananlar. Ya'ni hozirgi zamonda hamma joyga tarqalib ketdi-yu, Yevropada ham, u nima deydi, sovuq joyda ham, issiq joyda ham har xil meva bor. Inson xohlagan meva bor. Lekin u paytda bunaqa bo'lmagan. U paytda eski zamonda o'sha joyda o'sadigan mevalargina bo'lgan. Demak, Alloh taolo mana shunday ikrom qilar edi Maryam onamizni. Ta'kulu minha batasha. Mana shu mevalardan xohlaganchalik yer edi, xohlaganini yer edi va undan xohlaganini hadya qilib berib olar edi. Fataqabbalaha robbuha biqabulin hasanin. Va Alloh taolo, ya'ni Robbisi, Imronni ayolini Robbisi yoki Maryam onamizni Robbisi yaxshilik bilan qabul qilib oldi Maryam onamizni. Va ambata nabatan hasanan, va uni chiroyli holatda va uni chiroyli qilib o'stirdi deymiz, va yoki parvarish qildi. Va kaffalaha Zakariya, va uni Zakariya alayhisalomga topshirdi-da, ya'ni Zakariya alayhisalomni Maryam onamizga kafil qildi. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Zakariya alayhisalom har gal Maryam onamizni huzuriga kirganda, Maryam onamizni huzurida rizqni topar edi. O'sha tepadagi aytilgan mevalarni topar edi. Qala ya Maryam anna laki hada. Aytdiki, ey Maryam, mana bu senga qayerdan bo'lyapti dedi. Ya'ni qayerdan kelyapti bu narsalar dedi. Qalat huwa min indillah. Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisob. Maryam onamiz aytdiki, u Alloh taoloning huzuridandir. Albatta Alloh taolo banda xohlagan kimsasini biror bir hisob kitobsiz rizq beradi dedi. Xohlagan kimsasiga hisob kitobsiz rizq beradi.